Bu videoda nafaqat retsept, balkim juda ham ko'p foydali ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Menga juda ham ko'p klient olib kelgan tortim retseptini sizlar bilan bo'lishaman. Tuxum va shakarni yaxshilab oppoq bo'lguncha ko'pirtiramiz. Ketidan un va kraxmalni 2 bo'lib solib, pastdan tepaga qilib aralashtiramiz. Qolipimizga quyib olib, qizib turgan duxovkada pishirib olamiz. Biskvit pishganini zubachistga tiqib, quruq chiqqanidan bilsangiz bo'ladi. Kremaga qaymoq va zgushonkani aralashtirib, quyuqqina krem qilib olamiz. Biskvitimizni 3 yoki 4 ga bo'lib, propitka qilib olamiz. Nachinkani xohlaganingizdan qilishingiz mumkin. Men bugun krem surib, ichiga banan terdim. Tushunmagan joylaringizni kommentariyada bemalol so'rab olishingiz mumkin. Ikki qavatini ham bir xil qilib shu ketma-ketlikda yig'ib oldim. Endi tortimizni plyonkaga o'rab, qolipga yig'izib, ustidan qo'limiz bilan bosib qo'yamiz. Tortimizni обязательно morozilkaga stabilizatsiyaga qo'yamiz. Покрытияsiga shuncha krem ishlatdim, o'shancha uni tushuntirishim menimcha shart emas. Tortim ukrasheniyasini Sevara strawberryga ishondim. Ularni klubnikalar bilan tortim yana ham mazali va yana ham chiroyli chiqishiga ishonaman. Tort o'zi bahona, klubnika yegimiz kelgani uchun ularga zakaz qiling. Sizlar ham profillarga obuna bo'lib olib, bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, profilimga obuna bo'lib qo'ying.